هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 75. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 75. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'aunga va uning qavmining cho'nglarga nurg'un mo'jizalar bilan avatdiq. Ular iymon etishdan bo'yintovlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. Musa: sizlarga haqiqat kelsa uni sehr demsizlar? Acaba bu sehr mi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozona olamdi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozona olmaydi dedi. Ular: sen bizga ota bobolarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinlarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinlarga ishonmaymiz dedi. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning qissasi. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizalar bilan avatdiq. Ular iymon etishdan bo'yintovlik qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ya'ni ana shu payg'ambarlardan keyin Musa bilan Harun alayhissalomlarni Fir'avn va uning qavmiga dalil isbot va mo'jizalarimiz bilan avatdiq. Ular haqiqatga ergashmay va bo'ysunmay o'zlarini cho'ng tutib gunohkor qavmlardan bo'ldi. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. Ular degan so'zlarining yolg'on va bo'hton ekanligini bilib turib, yanala shu so'zlari bilan qasam qildi. Allah ularga la'nat qilsin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaragan. Musa alayhissalom ularga raddiya berib, sizlarga haqiqat kelsa uni sehr demsizlar? Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozona olmaydi dedi. Ular: sen bizga ota bobolarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zimin, ya'ni Misr ziminining saltanatini ikkinlarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinlarga ishonmaymiz dedi. Fir'avn: mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. Sizlarga sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga: og'amcha va hosillaringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar dedi. Ular tashlaganda Musa: sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi Allah pokitlar orqali haqiqatni isbotlaydi. Musa alayhissalom bilan sehrgarlar orasida yuz bergan ishlar.
Allah Teala Musa aleyhisselam bilen sehrgarlarning qissasini A'rof suresida bayon qildi ve bu to'g'riliq u o'rinda tafsili so'zlandi. Bu sure Yunus suresi, Taha suresi ve Şuara surelerdimi tafsili bayon qilindi. Firavun, Allah onunla lanet qilsin, sehrgarlar ve köz boyamçılarının hünerlerini ishga silib, kishilarni aldab, Musa aleyhisselam elib kelgan op-ochiq haqiqatga taqobil turmoqchi bo'ldi. Ish dal aksiga o'rinladi. Ish dal aksiga o'rildi. Firavunning yomon niyati amalga oshmadi. İlahi delil paketlar ko'pchilik oldida oshkor bo'ldi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Olamlarning Robbiga iymon etdik. Musa va Harunning Robbiga iymon etdik." Firavun haqiqatan sehrgarlar bilan sirlarni bilguchi Alloh taolaning payg'ambari ustidan g'alaba qilaman deb o'ylagan edi. Lekin uning umidi yo'qqa chiqib, uningga cennet haram, do'zax halol bo'ldi. Firavun mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga: "Ağamcha ve asıllaringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar" dedi. Musa aleyhisselam ularga shundoq dedi. Chunki ular tanlangan sehrgarlar bo'lib, Firavun ularga: "Agar sizlar g'alaba qilsanglar, mening yaqinlarimdan bo'lasizlar va katta mukofotga erishsizlar" deb va'da bergan edi. Musa: "Belki sizlar avval tashlanglar" dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning og'amchilari, hosillari ularning sehridan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Musa aleyhisselam kishilarning sehrgarlarning sehrini avval ko'rishini, ondan haqiqiy mo'jizani ko'rsatib, sehrgarlarning sehrlarini mat qilishni maqsad qilib, sehrgarlarga "Sizlar avval başlanglar" dedi. Sehrgarlar sehr ağamchilarini tashlab, kishilarning ko'zlarini bo'yidi va ajoyib cho'ng sehrlarni ishlatib, kishilarni qo'rqitdi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinch his qildi. Biz onunla aytdikki, "Qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdikini tashlagin." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib o'tdi. Ularning ko'rsatkini sehrgarlarning hilisidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozona olmaydi. Sehrgarlar asa og'amchilarini tashlaganda Musa aleyhisselam: "Sizlarning ko'rsatkininglar sehridir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi" dedi. Günahkarlar yoqtirmagan taqdirdami Allah paketlar orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Firavun va uning qavmining cho'nglaridan ziyonkashlik qilishdan Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Firavun va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Firavun zaminida, ya'ni Misr zaminida shak shubhisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa aleyhisselamga Firavunning qavmidan faqat ozg'ina yoshlarning iymon keltirganligi. Musa aleyhisselam elib kelgan ochiq mo'jizalar, keskin hujjatlar va ro'shan paketlarga Firavunning qavmidan faqat bir turkum ozg'ina yoshlarning iymon etganligi ve ularning Firavun ve uning tavalarining o'zlarini burunqi kufrlik holatiga qaytarishidan qo'rqib turadiganligidan xabar berdi. Chunki Firavun zolim, haqqi bo'y egmaydigan,
osiylik qilishda va sarkashlikda chekidan oshgan bo'lib, uning hukmronligi ostidagi kishilar uning qahri, g'azabi va haybatidan qattiq qo'rqatdi va ayminatdi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'avn va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatda deyilgan Musa alayhissalomga iymon etgan yoshlar Isroil avlodidan boshqa kishilar bo'lib, ular Fir'avnning qavmidan, uning ayoli va Fir'avnning yaqinlaridan bir kishi, Fir'avnning xazinachisi va uning ayoli qatorliq bir turkum ozg'ina kishilardan iboratdir. İsrail avlodiga kelsak, aniqki ular Musa alayhissalomning asl xislatini, sifatini va payg'ambarlik xo'sh bishoratini ilgariki kitoblardan tonib, Alloh taolaning o'zlarini Fir'avnning asoratidan Musa alayhissalom orqali qutqizganligini va Fir'avnning ustidan g'alaba qiladiganligini bilib, hammasi Musa alayhissalomga iymon keltirdi. Bu xabar Fir'avnga yetgandan keyin u ehtiyot qilishga tegishli ishlarning hammasida ehtiyot qildi. Lekin uning bundaq ehtiyotchanligidan hech qanday natija chiqmadi. Alloh taolo Musa alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan zamonlar dal Fir'avn Isroil avlodiga eng qattiq aziyat yetkazayotgan zamonlar edi. Ular sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik dedi. Musa Rabbinglarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qanday ish qiladiganliginglarga qarshi muhaqqaqdir dedi. İsrail avlodining hammasining iymon etganligiga Alloh taolaning tövendeki oyatlarimi dalildir. Musa: ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Rabbimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Musa alayhissalomning o'z qavmini Alloh taologa tavakkul qilishga rag'batlantirganligi. Musa: ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ya'ni Alloh taologa tavakkul qilgan kishiga Alloh yetarlik kepil bo'lguchidir. Alloh bandisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Alloh taolo ko'pincha Allohda ibodat qilish bilan tavakkul qilishni bir o'rinda keltirdi. Tövendeki oyatlarmi shuning qatoridandir. Allohga ibodat qilgan va Allohga tavakkul qilgan. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgan. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. U mashriqning va mag'ribning Robbidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Alloh taolo mu'minlarni har bir vaqt namozida
Rabbimiz sanala ibadet qilamiz va sendanla yordam tilaymiz degan oyatni bir qancha qitim o'qishga buyurdi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Ya'ni ularni bizga g'olib va hukmron qilmagan. Agar undaq qilsang, ular o'zlarini haq ustida, bizni botil ustida deb o'ylab, bizga ziyonkashlik qilib, dinimizdan ozdirdi. Abu Mijlaz va Abu Zuhadin mushundaq rivoyat qilingan. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgan, ya'ni bizni haqni inkor qilgan va haqni yo'shirgan kofirlardan rahmating va yaxshiliging bilan qutuldirgan. Biz haqiqatan sana iymon keltirdik va sana tavakkul qildik. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda o'ylar yasanglar. O'ylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mu'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xo'sh xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa alayhisalomning qavmining o'ylarida namoz o'qishga buyurilganligi. Alloh taolo Isroil avlodini Fir'aun va uning qavmidan qutuldirish sababini ham ularni qanday qutuldirganligini bayon qildi. Ondan Alloh taolo Musa va uning qarindishi Harun alayhisalomlarni Misrda o'z qavmi uchun qiblaga qarab namoz o'qiydigan uylarni bino qilishga buyurib mundaq deydi: Qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Isroil avlodi Musa alayhisalomga Fir'aun va uning tavalari sababi bilan namozlarimizni oshkora o'qishga qodir bo'la olmaymiz dedi. Shuning bilan Alloh taolo ularga uylarida namoz o'qishga ruxsat qildi. Uylarini qibla tarafga qilib selishga buyurdi. Mujahid bu to'g'riliq mundaq deydi: Isroil avlodi ibodatxonalarida namoz o'qisa, Fir'aun tarafidan o'ltirilishidan qo'rqqan chaqda uylarini Ka'baga yuzlantirib masjid qilishga va uningda maxfiy namoz o'qishga buyurildi. Qatada va Zahhakmu mushuning o'xshash rivoyatlarni bayon qildi. Musa aytdi: Ey Rabbimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun ey Rabbimiz, Fir'aunga va uning qavmining cho'nglariga hayotiy dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol mulklarni berding. Rabbimiz, ularning mol mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Alloh aytdi: Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. Musa alayhisalomning Fir'aun va uning tarafdorlariga beddua qilganligi. Mana bu Alloh taolo tarafidan Fir'aun va uning tavalarining haqni qabul qilmagan, ozg'unlik va kufrlikda ching turgan, zulm qilib o'zini ustun tutib haddidan oshgan, takabburlik va bo'yintovlik qilib haqdan tangan chaqda Musa alayhisalomning ularga qilgan bedduosidan qilingan xabardir. Musa aytdi: Ey Rabbimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun ey Rabbimiz, Fir'aunga va uning qavmining cho'nglariga hayotiy dunyoda zinnat buyumlarini, turli mol mulklarni berding. Ya'ni ey Rabbimiz, haqiqatan sen Fir'aun va uning jamiyatiga dunyoning jabduqlari va manfaatlanadigan melidan mushu hayoti dunyoda ko'p berding. Ularni bexudlashtirib, tuydirmay jazolash uchun u narsalarni ularga berding. Haqiqatan sen ularning
mening payg'ambarligimga iymon keltirmaydiganligini bilsan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ularni uningda fitnaga selishimiz uchun. Boshqalar bu oyatni mundaq tafsir qiladi. Sening mahluqotlaringdan sen xohlagan kishilarga bunchalar ko'p ne'matlarni berishing ularning izib ketishi. Sen ozdirgan kishining Allah bizni yaxshi ko'rganligi va bizga ko'ngil bo'lganligidan bu ne'matlarni ato qildi deb o'ylab qilishi uchundir. La ilaha illalloh. Rabbimiz ularning mol mulkini yo'q qilgan. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va Mujahid mundaq deydi. Ularning mol mulkini halok qilgan. Zahhak, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlar mundaq deydi. Alloh taolo u mollarni o'z holati bo'yicha naqshlangan toshga aylantirib etdi. Ularning dillarini qattiq qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu ularning dillarini pechatlab etgan deganlik bo'ladi deb tushundirdi. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Bu dua Musa alayhissalomning Allohning roziligi va Alloh taolaning dini uchun Fir'avn va uning qavmiga g'azablanganda qilgan duosidir. Chunki Musa alayhissalomga Fir'avn va uning qavmidan haqiqatan hech qanday bir yaxshilik kelmaydiganligi ayon bo'lgan edi. Bu hal xuddi Nuh alayhissalomning tuvendikidek duo qilganiga o'xshaydi. Rabbim yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagin. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandilaringni ozdirdi. Ularning topgan mollarimi faqat fojir kofir bo'ladi. Ularning topgan bollarimi faqat fojir kofir bo'ladi. Shunga Alloh taolo Musa alayhisalomning qilgan bu duosini ijobat qildi. Musa alayhisalom duo qilganda qarindishi Harun alayhisalom amin amin dedi. Allah aytdi. İkkinlarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. Ya'ni sizlarning Fir'avnni butunlay halok qilishdan iborat tilkinglarni ijobat qildik. Sizlar mening dinimga da'vat qilishda ching turinglar. Ibn Jurayj Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar ikkinglar mening dinimdan iborat yo'limga meninglar. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiri 89-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.